Xoriij yurtlarning O'zbekiston bo'ylab dastlabki sekin holatda eng arzon suv resurslarida tanishtiramiz aka. Bizda hozirda 150 talik va 100 talik bo'lgan salarka suv resurslarimizga yetib kelgan. Hozir bilan to'liq obzor qilamiz. Sizlar bundan kanalimizga like bosasizlar, obuna bosasizlar va kommentariyaga o'tib omad so'zini yozasizlar va bonus narxlarda ega bo'lasizlar aka. Bunda birinchi o'rinda 100 talik salarkali suv resursimizni tanishtiramiz. Mana bu yerda motori bor ekan. Motori 190F o'zi blogiga qo'yib yozib qo'ygan. 190 motordan bo'ladi ekan. 100 talik soatiga 182 tonnaga yaqin suv chiqaradi. O'zi stator orqali zavodit bo'ladi va ruchnoy orqali ham zavodit bo'ladi. Vozdixlari bo'ladi o'zida ekan. Bunimiz tikkaligi 40-30 metrni tikkaligidan tortib chiqarib beradi va uzog'i 1 kilometrgacha itarib beriladi aka. Bemalol soatiga o'shanda ham 180 tonnaga yaqin suv tashlaydi aka. Motorimiz aytgandek 190 15 ot kuchli, eng kuchli motorlardan bittasi. Salarka motor bo'ladi akalar bu. Yozni chillasi ham qizib ketmaydi akalar. Keyingi biz 192F bunimizni blogiga ham o'yib yozib qo'ygan akalar. Mana 192F yozib qo'ygan akalar. Bu ham stator orqali 100 talikka qaraganda akkumulyatorlar ancha kattaroq qilib ishlangan bo'ladi. O'zi klapanlari ham mavjud. Mana bunday klapanlari ham mavjud. O'zi yopiladi. Suv qaytish ketmasligi uchun o'zi yopiladi akalar. Bu ham stator va kalit orqali zavodit bo'ladi akalar. Bu soatiga 250 tonnaga yaqin suv tashlaydi akalar. Ko'rishlar mumkin. Ikkala tomoni ham 200 bu 150 tortib 150 tashlaydi, lekin оборот hisobiga 2 so'mdan ortiqroq suv tashlaydi. Bu chugulli qilib ishlangan. Mana bu chugun bo'ladi akalar va mana bu yerda ham chugullari bor mana. Ya'ni bu zanglab va chirib ketmaydi akalar. Buni ham vozdixlari bo'ladi. Bu ham stator va mana bu yerda ruchnoy orqali zavodit bo'ladi akalar. Bu ham xuddi shunday yozni chillasida ham qizib ketmaydi akalar. Mana bu yerda o'zi benzin qancha qolganini ko'rsatib turadi. Benzin baklari esa 10 litrli bo'ladi. Buniki esa 8 litrli bo'ladi akalar. Keyingilarimiz glubinli nasoslarimiz bo'ladi. Glubinli nasoslarimizni keyingi videoda obzor qilamiz. Hozir benzinli va propanli nasoslarga o'tamiz akalar. Ko'rishlar mumkin akalar, benzinli va propanli nasoslarimiz 7 ot kuchli bo'ladi. Bunimiz benzinli mana. Benzinli, bunlari esa mana propanli bo'ladi. Mana bu karburator propanli karburatori bo'ladi akalar. Kamida 200 ming so'm bo'ladi propanli karburatori. Bu soatiga akalar 60-70 tonnaga yaqin suv tashlaydi. Propan holatda, benzin holatida ozgina ko'proq bo'ladi, ya'ni 80-90 tonna suv tashlaydi. 3600 оборотli bo'ladi. 8 metrdan tortib 28 metrgacha itarib beradi. 8 metr tikkaligidan tortib berishga mo'ljallangan akalar. O'zida masla datchigi ham bo'ladi. Mana bu masla datchigi bo'ladi akalar, ko'rishingiz mumkin. Mana bu ham masla datchig, har bitta 7 ot kuchli suv nasosimizda masla datchigi bo'ladi. Ya'ni masla datchigi nima ekan deydilar-chi, motorda ichidagi maslasi kamayib yoki eskirib ketadigan bo'lsa, avtomatik o'chiradi. 2025 12-oyda ishlab chiqarilgan. Bu ham 2025 12-oyda ishlab chiqarilgan akalar. Eski aslatga maqsadi bo'lmaydi bizda akalar. Hammasi yangi bo'ladi. Bunga xuddi shunday benzinli, propanli va salarkali suv nasosi kerak bo'lgan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasizlar. Bizning do'kon Farg'ona Marg'ilon shahar sentrida bo'ladi va sentrdan vokzal tomonga yurganda hokimiyat va soliq to'g'risida joylashgan akalar. Telefon nomerlar 90 851 68 akalar. Bizning Instagram kanalimiz ham bor. Agrotexnika Farg'ona degan bemalol o'tib obuna bo'lib qo'ysalar akalar. Bu kanalda ham har kuni videolar qo'yib boriladi. Bu kanalga ham obuna va like bosib qo'yinglar. Ya'ni bu kanalda ham yaqinda 1000 ta obunachi bo'ladi akalar. Jonli sog' bo'lsin. Video oxirigacha ko'rganlar uchun rahmat. Eng arzon so'zlar bizda akalar, bemalol aloqaga chiqasizlar. Dastlabkilar esa albatta bor.